Bahorda ko'chat ekib ko'pchilik xato qiladi. Siz ham shu xatoni qilmaslik uchun videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'ling. Bilasizlar, ko'pchilik bahor kelishi bilan ko'chat ekishga shoshib qoladi, ammo ko'chat ekish uchun eng to'g'ri vaqt kuz hisoblanadi. Chunki shunaqa katta qoida bor. Ko'chat qancha erta ekilsa, shunchalik yaxshi ko'karadi, ya'ni yo'qotish bo'lmaydi va ekkan ko'chatlaringiz boshqa ko'chatlarga nisbatan yarim yoshga katta bo'ladi. Ya'ni qo'shningiz bahorda ko'chat ekadi, siz xuddi shu ko'chatni noyabr oxiri yoki dekabr boshida ekkansiz. Bu degani sizni ko'chatlaringiz qo'shningiznikidan yarim yil erta mevaga kiradi degani va tezroq, yaxshiroq o'sadi degani. Chunki qish ichi ko'chatlar qulay harorat paydo bo'lganida tuproqda va havoda ildizlar tuproqqa o'rnashib, moslashib oladi va bahorda yaxshiroq qo'zg'aladi, yaxshiroq o'sadi. Shu sababli harakat qilinglar, imkon boricha bu noyabr oxiriga to'g'ri keladi odatda. Ko'chatlar bargini tashlashi bilan ekib olsanglar, bahorda shoshib ham qolmaysizlar. Buni yana bitta katta plyusi bor. Yaxshi navdagi sifatli ko'chatlarni erta ekib olgan bo'lasizlar. Chunki bahorga kelib turib, katta ko'chatchilar sifatli ko'chatlarni qolmaydi, hamma ko'chatini erta sotib olgan bo'ladi va bu holatda boshqa navda ekib qo'yishingiz ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ildizi yo'q, qing'ir, qeshuv, ingichka, pakana ko'chatlarni olib ekasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yinglar, like bosinglar va bizani profillarga obuna bo'linglar.